biroz yozilmay qoldi, to'xtab qoldi. Başladik. Allotropiya hodisasi borligi uchun oddiy moddalar soni nechta ekan? 400 tadan ortiq, elementlar nechta? 118 ta. Endi allotropiya nima? Allotropiya bitta oddiy moddani tabiatda turli ko'rinishda uchrashi. Masalan, bugun qora futbolka kiyib kelgan bo'lsangiz, ertaga oq futbolka kiyib kelishingiz mumkin. To'g'rimi? Ertaga yana boshqacha ko'ylak, pirpiraq ko'ylak kiyib kelishingiz mumkin. Ya'ni bitta oddiy moddani tana bir xil, tarkibi bir xil, tabiatda turli ko'rinishda uchrab qoladi va bu hodisa allotropiya deyiladi. Al ko'p, tropiya degani shakl. Ko'p shaklda bitta element ko'p shaklda uchraydi. Bu hodisa allotropiya deyiladi. Allotropiya hodisasi bizda uchraydi uglerodda, oltin gugurtda, fosforda, kislorodda, kremniyda, qo'rg'oshinda, qalayda va mishyakda asosiy mana shu elementlarimizda uchraydi allotropiya hodisasi. Shulardan ugleroddagi olmos, karbin, fulerin, grafit. Grafit shakllari bor. Oltin gugurtga esa rombik, plastik, monoklinik, va amorf. Oltin gugurtga nechta ekan? 4 ta. Fosfordagi eng osoni oq, qizil, qora fosforlar shaklida bor. Kislorodga esa kislorod va azon. Azon deb yoziladi. Azon shakllari bor. Ya'ni O2, O3. Kremniyniki kristal va amorf qalay mishaklardagi qanday allotrop shakl borligi aytilmagan. Shunchaki allotropik shakli borligini bilsangiz bo'ldi. Allotropiya hodisasiga uchraydi bular ham. Davriy sistemaga bitta e'tibor bering-da. 4-guruhni qarang. 4-guruh. Ko'ryapsizlarmi? Uglerod, kremniy, germaniy, qalay, qo'rg'oshin. Mana shu sariqda berilgan 4-guruh elementlarning barchasida allotropiya shakli bor. Keyingi guruhimiz 5-guruhda azotda yo'q allotropiya hodisasi. Kimlarda bor? Fosforda, mishyak, surma va vismut elementlarida bor. 6-guruh elementlarida kislorod, oltin gugurt, selen, tellur, poloniy elementlarida bor allotropiya. 4-chi, 5-chi, 6-guruh elementlarida allotropiya hodisasi uchraydi. 5-guruhda bitta azotda yo'q. Endi kimlarda uchramaydi? 1-guruh, 2-guruh, 3-guruhlarda yo'q. 7-chi, 8-guruhlarda yo'q. Pastda joylashgan lantanoid, aktinoidlarda yo'q. Va barcha D elementlarda, ya'ni ko'kda yozilgan, ko'kda keladigan, ko'kka bo'yalib qo'ygan elementlarda ham yo'q. Faqat sariq rangdagi 4-chi, 5-chi, 6-guruh elementlarida bor xolos. Kimdan tashqari? Azot elementidan tashqari barchasida allotropiya hodisasi uchraydi. Xo'p, allotropiyaning ikkita sababi bor. Allotropiya hodisasining ikkita sababi bor. Birinchi sababi atomlar soni turlicha bo'lishligi va ikkinchi sababi kristal panjara. Kristal panjaraning har xil bo'lishi. Panjarasi. Masalan, atomlar soni turlicha bo'lishiga misol keltirib qo'yamiz. Kislorod bilan azon, O2 va O3 da atomlar soni turlicha bo'lishi ularning allotrop shakl o'zgarishiga misol bo'la oladi. Ikkoviniki ham molekulyar, eng qizig'i. Azon ham molekulyar kristal panjara, kislorod ham molekulyar kristal panjara, faqat azon bilan kislorod farq qiladigan narsasi atomlar soni. Ikkita bo'lsa kislorod deb ataymiz, O'dan 3 ta kelsa, u ham kislorod, faqat 3 ta kelsa azon molekulasi deb ataymiz. Xo'p, kristal panjaraning turlicha bo'lishi, misol uchun fosforda fosforda masalan oq fosfor bor va fosforni qora fosfori bor. Va fosforni qizili bor. Qizil fosfor bor. Oq fosfor molekulyar kristal panjaraga ega bo'ladi. Ya'ni kristal panjara tugunlarida molekula joylashgan bo'ladi. Qora va qizil fosforlarda kristal panjara tugunlarida atomlar joylashgan bo'ladi. Bu ularning allotrop shakli bo'lishiga sabab bo'ladi. Ya'ni tabiatda turli ko'rinishda uchrashiga sabab bo'ladi.
allotropiya hodisasi, allotropiya terminini fanga birinchi bo'lib Berzelius degan olim fanga kiritgan. Berzelius. Demak, Berzelius fanga kiritgan ekan.